Assalomu alaykum aziz ijtimoiy tarmoqda o'quvchilar, hurmatli aka-ukalar. Mana xudo xolasa yana bir chiroyli darvozamizni Andijonga Jalaquduqqa olib kelib o'rnatib berdik. Sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Aka-ukalar, xudo xolasa darvozamiz 2 arkali bo'lib, lislari 2 lik bo'ldi. 1 kvadrat metrni 900 ming so'mdan olib kelib o'rnatib berdik. Xo'p, razmerlarga keladigan bo'lsak, eniga 3,5, bo'yiga 380. Razmerda o'rnadi. Xudo xohlasa kichkina eshiklari bor edi narigi tomonda. Stokalarimiz 8 ga 8 lik, 2 lik qalinlikda bo'ldi. Zamoklari ham shu yaxshi sitimol zamoklardan qo'yib berganmiz. Ochilib yopilishlari ham ideal. Orqa holatlari xudo xolasa mana tekis bo'ldi. Xonadonimiz yangi uchastka ekan. Kraskalarini avtomobilniga 2 kraska sepib berganmiz, mokriy qilib. Mashina kirib chiqadigan joyiga 8 lik shiviller qo'yib berganmiz. Aka-ukalar, kimga shunaqangi sifatli darvozalar xizmati kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ekranning pastiga telefon raqamimizni yozib qoldiramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mehnatimizga bitta like bosib qo'yinglar.